bugun nasliy genetik kasalliklar, miopatiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Miopatiyalar nima o'zi? Qayerdan kelib chiqadi? Qanday klinik ko'rinishlari bor va qanday davolash muolajalariga ega degan tushunchalarni berib boramiz. Xo'p, miopatiyalar o'zi nima? Miopatiya bu muskul tizimini, ya'ni tana mushaklarini zararlanishi bilan kechuvchi nasliy yoki bo'lmasam ikkilamchi kasallik hisoblanadi. Ya'ni boshqa muammolardan ikkilamchi yuzaga kelgan kasallik hisoblanadi. Birinchi o'rinda biz gapirib o'tadigan turlari bu nasliy miopatiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Nasliy miopatiyalar nima? Nasliy miopatiyalar bu ota yoki onadan yoki ikkalasidan o'tgan, farzandiga o'tgan bu nasliy genetik kasallik hisoblanadi. Ya'ni ota ona tashuvchi, farzandi bemor bo'lib yuzaga keladi. Miopatiyalar asosan yosh jihatdan o'ziga yarasha boshlanish yoshlari bor. Tug'ilib boshlanadigan miopatiyalar bor. 2-3 yoshda, 1 yoshdan keyin, 5 yoshdan keyin, 10 yoshdan keyin, 15 yoshdan keyin har xil yoshda boshlanadigan miopatiyalar bor. Bu turlariga oid hisoblanadi. Ya'ni turiga qarab turib miopatiyalar turli xil kechadi. Ya'ni erta bolalik davrida, chaqaloqlik davrida, bog'cha davrida, maktab davrida deb atasak ham xato bo'lmaydi. Xo'p, miopatiyalarda o'zi asosiy kelib chiqish sababi, nasliy formasini kelib chiqish sababi genetik defekt, ya'ni bizni o'sha bemorimizni genidagi, ya'ni mushaklarga javob beruvchi gendagi defekt, ya'ni yetishmovchilik natijasida yaxshi yurgan bola orqaga ketishi mumkin bo'ladi. Asosiy belgilari shu birlamchi mushak belgilari, zararlanish belgilari. Bu birinchi o'rinda bola, chaqaloq bolalarda oladigan bo'lsak, klinik belgilarda boladagi bo'shlik. Ya'ni ota-ona shikoyat qiladi, oyog'ini tutmaydi, boshini yaxshi ushlamaydi, qo'lini yaxshi ko'tarmaydi, harakatlari tengdoshlariga nisbatan orqada degan shikoyatlar bilan bizga murojaat qilishadi. Bunday shikoyatlar bilan nevrologga yoki bizga murojaat qiladigan bo'lsa, unga qarab biz kerakli tekshiruv va analiz va tahlillarni o'tkazamiz. Unga qarab haqiqatdan ham bolada shu kasallikka, ya'ni miopatiyaga moyillik bor yoki yo'qligi aniqlanishiga yordam beriladi. Ya'ni ko'p holatda yoshi katta bolalarda uchraydigan miopatiyalarimiz bo'ladi. Bu birinchi o'rinda eslaringdan chiqmasin, bolada oyoqda og'riq bilan ketishi mumkin bo'ladi. Miopatiyalarda ko'p qismida bola oyog'im og'riyapti deydi. Ikkinchi asosiy belgisi, bola aytadi, oyoq tez charchayapman deydi. Ikkinchi asosiy belgisi tez charchash. Ya'ni ko'tarib oling, meni ko'tarib olib keting, piyoda yurgim kelmayapti, yurishni xohlamayman. Shunaqa vajlar bilan bola yurgisi kelmaydi yoki jicha o'ynagandan keyin tengdoshlariga nisbatan solishtirganda ozgina harakatlarimiz kamroq va sustroq bo'ladi. Uchinchi belgilardan, bu eng asosiy belgilardan, bolani yaxshi e'tibor bersangiz, o'tirib turishga qiynalish yoki oilada, uyda zina bo'ladigan bo'lsa, zinalardan ko'tarishga qiynalish. Bu asosiy belgilardan hisoblanadi bu ham. Ya'ni bola zinadan ko'tarilishga qiynalyaptimi, ya'ni oyoqlarini bemalol shaxtam ko'tarib keta olmayaptimi, demak bolada qandaydir biz aytayotgan miopatiyani qaysidir formasiga muammo bo'lishi mumkin bo'ladi. Yana bir eslatib o'tadigan narsam, bu oyoqlardagi og'riq eng ko'p shikoyat bo'ladiganlardan bir turi. Shuning uchun bolada oyoq og'riq bo'lyaptimi, konsultatsiya nevrolog, konsultatsiya ortoped travmatolog, konsultatsiya revmatolog va bularda muammosi aniqlanmaydigan bo'lsa, absolut kerak bo'ladi biz uchun konsultatsiya genetik, ya'ni genetik ko'ruvi kerak bo'ladi. Ya'ni nasliy miopatiyani tekshirish va davolash choralarini ko'rish maqsadida. Endi mana yosh katta bolalarimizda ham uchraydi miopatiyalar. Oldingi ko'tara olgan yukini ko'tara olmay qoladi bolalar. Eng e'tibor beradigan tomoni shuki, ya'ni bola oldin 20 kilo, 30 kiloli yukni masalan o'rtacha 10-15 yoshli bola deb tasavvur qiladigan bo'lsak, oldingi ko'tara oladigan yukini ko'tara olmay qoladi. Tez charchashlar ko'payadi. Tashqi tarafga qiziqishlari pasayadi. Mana futbolmi, sportmi yoki bir joyga borib kelish, aylanish, прогулка deymiz, ya'ni aylanishlarga
xohish istaklari pasayib boradi, ya'ni quvvatlarini yetmasligi natijasida. Bu hammasi klinik belgilar, bu oddiy klinik belgilar, ya'ni oddiy oilada aniqlasa bo'ladigan, ona sezib, ota sezib aniqlasa bo'ladigan klinik belgilar hisoblanadi. Endi miopatiyalar haqida yana ozgina tushuncha beradigan qismim, miopatiyani ko'pchilik o'ylaydi bosh miyaga oid bo'lishi ham mumkin. Ya'ni aqliy orqada qolayotgan bolalarda shu miopatiya belgilari birga keladigan formalarni farqlashda qiynaladi, ya'ni ko'proq bosh miyaga e'tibor beriladi. Ya'ni miopatiyalarda ko'p qismida aqliy nutqiy orqada qolishi mumkin. Bu birga keladi. O'sha genda defekti, ya'ni yetishmovchiligi hisobiga ham bola miopatiya, ham aqliy orqada qolgan. Bu yerda boshdan ko'ra mushak faoliyatini buzilishi birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun bitta sizni nevrologingiz yoki sizni taktikangizga, kimga mutaxassisga uchrashingizga bog'liq bo'ladi. Hozirgi kunda miopatiyalarni biz ajratamiz. Qo'pol qilib tushuntiradigan bo'lsak, yaxshi va yomon sifatli miopatiyalarga biz doim ajratib kelganmiz. Bu nima degani? Yaxshi sifatli miopatiyalar, ya'ni umrini oxirigacha o'sha miopatiya bilan yashayveradi. Oilali bo'ladi, farzandli bo'ladi, harakati sustroq bo'ladi, harakati qiyinroq bo'ladi, lekin hayot tarzi qo'pol ravishda buzilmaydi. Ikkinchisi bu yomon sifatli miopatiyalar. Bunda absolyut doktor nazoratida doimiy dorilar bilan nazorat, kontrol, LFK massaji, reabilitatsiyasi, shunaqa muolajalar bilan ketuvchi og'ir forma miopatiyalarni biz farqlay olamiz. Shuning uchun sizda bolangizda xuddi shunaqa shikoyatlar, muammolar, sizni yaqiningizda, sizni tanishingizda miopatiya belgilari, ya'ni mushak quvvatsizligi yoki mushak zaifligi bilan kechuvchi bir muammoni his qiladigan bo'lsa, xoh u oyog'ida, xoh u qo'lida, albatta nevrolog shifokoriga yoki bo'lmasam o'sha yaqin o'rtadagi yaxshi pediatrga ko'ringan holatda kerakli mutaxassisga, nevrologga yoki genetikka murojaat qilishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, yana bir oxirgi narsa, bitta tushuntirib berganimiz, ba'zi bir miopatiyalarda targetli terapiyalari chiqqan, ya'ni maqsadli davolash taktikalari chiqqan. Hozirgi kunda bu imkoniyatlar butun yer yuzida ko'p davlatlarda qo'llanilmoqda. Endi miopatiyani turiga qarab biz sizga to'liq qayerdan kelib chiqqan, qaysi gen zararlangan, qaysi nasliy omil, kimdan o'tgan, qanday kelajagi qanday, bunday tavsiyalarni bera olamiz, faqat biz uni turiga qarab. 300 yo 400 ga yaqin miopatiyalarni formalari bo'ladigan bo'lsa, shulardan sizni bolangizda yoki sizni tanishingizda uchragan miopatiyani aniqlab, uni kelajagini rejalashtirib va kelajagidagi o'sha oilada qayta miopatiya tug'ilishlarini rejalashtirib bera olamiz. Barchalaringiz uchun rahmat. Miopatiya bo'yicha, mushak patologiyalari bo'yicha, mushak shamollashlari bo'yicha savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agar sizni tanishingizda shunaqa muammolar uchrayotgan bo'lsa, shu videoni o'sha tanishingizga yuborib qo'yishingizni so'rab qolamiz.